Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 11-mart va haftaning 3-kuni chorshanba. Bizda bugun kutilayotgan iqtisodiy yangiliklar bilan tanishamiz. Muhim yangilik bor, e'tibor qiling o'rtoqlar. Bugun inflyatsiya ma'lumotlari ham Germaniyada e'lon qilinadi. Yevrosoyuz ichidagi davlat. Demak, undan tashqari AQShda ham albatta bizning inflyatsiya ma'lumotlari bor. Undan tashqari ofitsialniy energetika axborot boshqarmasi tomonidan e'lon qilinadigan AQShdagi neft zaxiralari ma'lumotlari ham bizning e'tiborimiz markazida bo'ladi. O'zbekiston vaqti bo'yicha 17:30 ga to'g'ri kelyapti. Bu esa demak O'zbekiston vaqti bo'yicha 12:00 ga to'g'ri kelyapti. Yangiliklarni bilib oldik. 17:30 ekan, endi 18:30 emas. Vaqtlari biroz o'zgardi. Boshladik, nimalar bo'lib ketdi, dollar nima uchun ko'tarila olmadi va aytgan joyimizdan emas-ku, mana likvid yechibdi-ku, lekin va pastga ram bo'lib ketdi. Ram bo'lgandan keyin nima qildi? Ram bo'lgandan keyin sekin yuqoriladi. Mana FVG dan atkat oldi pastga, lekin baribir o'rtoqlar yana keldi. Mana buni o'zini o'zi yecha olmadi, yana qaytyapti va mana bu likvidni yechdida, undan keyin mana yuqoriga harakatni ko'rsatib beryapti. Buni yechib yana pastga harakat o'rtoqlar. Hozir FVG dan atkat olish ehtimolligi yuqori. Bozorni shunaqa o'qishni o'rgatganman o'rtoqlar. Bir vaqtda sizlarga mana shunaqa o'qiyman bozorni va har bir sham bizga nimadir aytadi. Demak, hozir katta ehtimol bilan yuqorilash ehtimolligi bor, chunki bozor mana shunga imkoniyat yaratib beryapti. Sizlar ham dollar indeksida ko'tarilishga pozitiv qarayotgan bo'lsanglar, fundamental asoslar bunga qo'shimcha podдержка berayotganligini sanab o'taman. AQSh Mehnat statistika byurosi BLS bugun ayni fevral oyi uchun iste'mol narxlari indeksi, ya'ni CPI ma'lumotlarini e'lon qiladi. Hisobotda inflyatsiya barqarorlashayotganligini ko'ryapmiz, kutayapmiz. Demak, AQSh Federal rezerv tizimi tomonidan maqsadli darajadan 2% dan ancha yuqori bo'lib qolyapti inflyatsiya haligacha. Bu esa prognozga qaraydigan bo'lsak, yanvar oyida 0.2% ga oylik hisobda o'sgandan keyin fevralda 0.3% ga o'sish ehtimolligi bor deb baholanmoqda. Yillik ko'rsatkich o'zgarishsiz. Koray CPI ham, oddiy CPI ham 2.4 bizda CPI, Koray CPI esa 2.5 darajasida o'zgarishsiz qolishi mumkin, lekin baribir bu o'sish hisoblanadi o'rtoqlar, inflyatsiya yuqori hisoblanganligi uchun. Agar mana shundan bir oz bo'lsa ham farq qilib qolsa, 2.3 chiqib qoladimi? Korays tushib ketadimi? Dollar outsider bo'lib pastga tushib ketadi o'rtoqlar. Lekin hozir inflyatsiya yuqorilagan deb kutishyapti, lekin bitta narsaga e'tibor berishyaptiki, hozir bozorda inflyatsiya hop yuqori chiqsa ham, kam chiqsa ham bozor unchalik reaksiya bermasligi mumkin deb. Nima uchun desanglar, bu 28-fevral kuni boshlangan mana shu Yaqin Sharqdagi mojarodan oldingi holatda bu, oldingi inflyatsiya. Bu bizda hozir inflyatsiya oshganligini signalini beryapti Yaqin Sharq mojarosi, hali ham davom etayotganligi. Donald Trump nima deyapti o'rtoqlar? Donald Trumpning gapi bo'yicha Yaqin Sharqdagi mojaro biroz 4-5 haftalik muddatdan ancha uzoqqa ketganligini aytib o'tdi, lekin hozir deyarli yakunlanganligini aytib o'tdi, lekin bu yerda yana boshqa masala. Yaqin Sharqda Hormuz bo'g'oziga minalash bo'libdi ekan va bu yerda AQSh unga qarshilik qildi va Donald Trump aytayapti, tez o'sha Hormuz bo'g'ozidagi minalarni yo'qot hammasini, bo'lmasa yana qattiqroq chora ko'riladi degan gapni aytganligi AQSh tomonidan bu yana bizda keskinlik davom etayotganligini signalni beradi va bu holatda biz dollarni yana ko'tariladi degan holatni qo'llab-quvvatlayapmiz. Va kecha yana bir balolar bo'lib ketgan, mayli ularga qarab o'tirmaymiz. Kechagi ADP Non-Farm Employment'ni haftaligi nima bo'ldi o'rtoqlar? 15.5 mingga oshdi. Kutilma yo'q edi. Avval 12.75 edi. Yaxshi, yomon emas. Bu dollar uchun podдержка beradi. Ikkilamchi uylar savdosi o'rtoqlar. Avval 8.4 ga qisqarib ketgan edi. Kutilma 0.8 ga kamayish edi. 1.7% ga oshdi. Bu ham iqtisodiy holat yomon emas degan signalni beradi va dollar uchun podдержка tortish kerak yuqoriga buni hali. Yevropa Markaziy banki nima qilyapti o'rtoqlar? O'zi tahlil oddiy-da o'rtoqlar, shunchaki mana FVG dan atkat olyapti, qaytyapti FVG dan. Mana bu likvid tomon o'rtoqlar, likvidni yechyapti, qo'yib, ketyapti pastga va mana buni mana yechyapti. Yechgandan keyin kakras biz FVG zonada turibmiz va yana atkat olib yuqori ketyapti. Hozir mana bu yerda mana zo'r zonaga kelib qolgan. Yana katta ehtimol bilan qaytish ehtimolligi bor. Mana bu lowlarni yana yechada qaytib, FVGni mensimasa mana bu zonaga tortib ketadi bozorni. Hop, buni tagida zona bor ekan, tortadi va undan keyin men o'ylaymanki, mana bu lowgacha tushishi mumkin.
yevro-dollar. Agar bugungi CPI yangiligi bizda impulsga sabab bo'ladigan bo'lsa, albatta, bo'lmasa yo'q. Hozircha pastga qaraymiz. Yevropa Markaziy banki prezidenti Kristin Lagard seshanba kuni nutq so'zlagan kechqurun va gapi bo'yicha noaniqlik va volatillik darajasida juda yuqori ekanligini, vaziyatni boshqarish qiyinlashayotganligini aytib o'tgan. Markaziy bank inflyatsiyani nazorat qilish uchun zarur choralar ko'rishligini yana ta'kidlagan. Inflyatsiyani nazorat qilamiz degani может qattiq siyosat, может yumshoq siyosat degani bu. Chunki inflyatsiya nazoratdan chiqib ketmasligi holatini xohlashyapti. Demak, 1.9% yomon emas hozircha, lekin maqsad darajadan yuqori chiqib ketsa, balki qattiqlashtirilgan choralarni yana ko'rish mumkin. Hozircha kutamiz, o'rtoqlar, kuzatamiz. Fond bo'yicha har xil gaplar yuribdi. Fond dollar bo'yicha o'rtoqlar, pastga qaraymiz. Hozir aytib beraman nima gaplar bor. Morgan Stanley bilasizlar o'rtoqlar, yozib qoldiringlar kommentariyaga bilganlar. Bilmasanglar ChatGPTdan so'ranglar-da, o'qib bilib keyin yozinglar kommentariy mana sizlarga. Ham bilim bo'ladi, ham men uchun kommentariyada sizlar aktivligingizni ko'rsatadi. Buni prognoziga ko'ra Angliya Markaziy banki mana shu yil davomida foiz stavkani 2 marta aprel va noyabr oylarida pasaytirishi mumkin. Ayni mart oyida emas, balki aprel va noyabrda pasaytirishi mumkin. Uni prognozi, lekin bozor ishtirokchilari balki 3 marta pasaytirishni o'rniga endi ko'taradi degan ehtimol 70% deb baholayapti. Qiziq, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Selga qarayveramiz. Dollar konvertatsiya hisobiga neft bo'yicha o'rtoqlar kecha yomon agressiv harakatlarni beryapti neft. 14%. Yomon yuryapti. Ozgina yurishni o'zi ham yuragimizni og'ritadigan darajada yuryapti neft. Demak, hozircha men yuqoriga paysa qarayman, chunki Hormuz bo'g'ozi masalasi oldinga kelib chiqyapti-da. Energetika agentligining ma'lumoti bor, Xalqaro energetika agentligi. Bozorni barqarorlashtirish uchun neft zaxiralarini ko'rib chiqayotganligini, ya'ni neft zaxiralarini bozorga olib chiqishni ko'rib chiqayotganligini aytdim sizlarga va chiqariladigan neft 182 million barrel zaxiradan ham ko'p bo'lishi mumkin ekan va bu bizda pastga tortadi. Lekin seshanba kuni bo'layotgan mana shu Hormuz bo'g'ozidagi 16 ta mina qo'yuvchi kema Yaqin Sharqniki yo'q qilingan. Bu masalalardan keyin Donald Trump Yaqin Sharqqa bu bo'g'ozga o'rnatilgan har qanaqa minalarni darhol olib tashlash kerakligini haqida ogohlantirgan. Bo'lmasa qattiq zarbalar, choralar, bu narsalar bu yana keskinlik borayotganligini ko'rsatadi. Lekin yana bir narsa ko'tarilishiga sabab Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, hammasi Hormuz bo'g'ozida amalga mana shu yopiq bo'lsa ham unga qaramasdan turib, kuniga 6 million barreldan ortiq neft ishlab chiqarishni kollektiv tarzda qisqartirdi. Demak, neft ishlab chiqarish qisqartirdi. Bu nimaga olib keladi? Bozordagi taklifni qisqarganligiga olib keladi va yuqoriga. Undan tashqari Birlashgan Arab Amirliklariga yirik neftni qayta ishlovchi zarar ko'rgan dron hujumi orqali zavod va bu hujumdan keyin faoliyatini vaqtincha to'xtatganligi ham bor. Neft yuqoriga tortadi. Bir necha omillarni sanab berdim. Fikrli bo'lsa, marhamat, o'rtoqlar, shu tomonga yo'nalish qaraysizlar. Intervensiya zonasidan zo'ratga tortgan o'rtoqlar. Endi mana bu nima edi o'rtoqlar? Endi yuqoriga harakatni ko'ryapmiz hozircha va yana yuqoriga chiqishimiz mumkin. Sabablarni aytaman. Intervensiyadan yana atkat olishimiz mumkin katta ehtimol bilan, lekin yuqori qarasa bo'ladi. Intervensiyagacha $5 ishlasa bo'ladi kamiga 0.01 ga. Bir lotga $500. Yomon emas. Yaponiya Markaziy bankidagi holat, siyosiy holat sal noaniq, chunki bosh vazir Sanae Takaichi men aytdim sizlarga o'tgan safar ham, men shu Ueda bilan gaplashgan va uchrashuvda monetar siyosatni qattiqlashtirish zarurligiga shubha bildirganligini aytdim. Undan keyin lekin bu yoqda Ueda chiqdi, yana qattiqlashtirish mumkinligi haqida gaplar gapirdi. Endi bozor nimadan qo'rqyapti? Bozor hozir stavkani oshirish sekinlashayotganligida bosimga duch kelishi mumkin. Ya'ni qaranglar, bu yerda bosh vazir aralashuv borligi haqida o'sha xavotir bizda stavkani oshirishni bosim ostida qolayotganligini ta'kidlaydi. Bu bizga dollar Yapon yenasi bo'yicha yuqoriga paysalanib qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni Yapon yenasi zaiflashadi bu onda. Yaponiya Markaziy banki rahbari Ueda o'tgan hafta Yaqin Sharqdagi mojaroni iqtisodiy ta'sirini ehtimol sababli foiz stavkalarini uzoq vaqt davomida o'zgartirmaslik ehtimolini aytib o'tdim. Bu masalaga aytganman va Markaziy bank o'tgan haftadagi yig'ilishda foiz stavkani o'zgartirmaydi, o'z holida qoldiradi deyapmiz. Bu ham dollar Yapon yenasida bayga signal beryapti.
Bugun fevral oyidagi CPI qanaqa chiqishidan qat'iy nazar dollarda albatta kuchli yo'nalishlar bo'ladi. Agar yomon chiqsa, dollar pozitsiyalari bosim ostida qolib, dollar yapon yenasi ham sellga ketib qolishi mumkin. CPI bizda hal qiladi 5.5 da. Demak, bozorda hozircha shu tomonga harakatni ko'rib tursak bo'ladi yuqoriga. Tilla kecha ko'tarildi. Endi esa sellga pozitsiya qarab tursa bo'ladi birozgina. Keskinlik bor yaqin sharqda, lekin tilla uchishligiga yetarlicha sabab yo'q. Shuning uchun men bu lovlar men uchun qiziq zonalar. Bunga harakatni mana shu tomonga kutib qolaman. Out bo'yicha o'rtoqlar. USD CADda aytgancha, USD CADdan hozircha yuqoriga qaraymiz. Imkon bersa, ko'p juftliklar range'da qolib ketdi oxirgi kunlar. Qaranglar, mana range. Bu bizda 6-martdan beri hozir 11 o'rtoqlar. Range'da yuribdi. Avstraliya dollari ko'tarilishiga sabab bormi o'rtoqlar? Neft narxlari volatillikni saqlab turibdi. Bu iqtisodiyotga ko'pchiligi jiddiy muammo, to'g'rimi? Avstraliya Markaziy bankining rahbarining o'rinbosari Andrew Hauser aytdi seshanba kuni neft narxidagi volatillik Markaziy bank uchun jiddiy muammo ekanligini aytdi. Uni gapi bo'yicha monetar siyosat qanchalik katta va uzoq davom etishiga bog'liq bo'ladi. Mana shu holatni agar geosiyosiy keskinlik yumshamasa, foiz stavkalarini albatta ko'tarishni qo'llab-quvvatlayapti. Iqtisodiyotni hozir yaxshi holatda ekanligini, oxirgi ma'lumotlar iqtisodiyotda bo'sh ishlab chiqaruvchi quvvatlar cheklanganini ko'rsatayotganligini ta'kidladi. Avstraliyada umumiy inflyatsiya 3.8 ni tashkil etyapti va benzin narxlari oshish fonida 4% va undan ham yuqoriga chiqish ehtimoliga bor bo'lishi mumkin deyilyapti. Demak, bazaviy inflyatsiya 3.4 darajasida bo'lib, Avstraliya Markaziy bankining baribir 2-3% darajasidan mana shu neytralniy diapazondan yuqorida bo'layotganligi aud uchun hozir yuqoriga pozitsiyalarni qo'llab-quvvatladi. Lekin men baribir pastga qarayman. Imkon berdi deguncha pastga qarayman bugun. Dollar Shveysariya franki o'rtoqlar, bu holatda ham yuqoriga pozitsiyalarni qarasak bo'ladi. Bozor imkoniyat bersa, texnik tahlil asosida yuqoriga qaraymiz. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi brifing tugadi. Darslik chiqaraman imkon qadar bugun ham. Endi kechagi darslikni davomini qilamiz. Videoni ko'rayotganlar albatta videoga like bosib, kommentariyada fikrlar yozib qo'llab-quvvatlanglar, chunki biz kecha Saport rezidentini topishni o'rgandik. Endi uni tasdiqlashni o'rganamiz bugun va shu tartibda darsliklar davom etaveradi. Fundamentalga ancha muddat kerak, ancha vaqt kerak. Balki yoz o'rtalari, balki kuzda chiqaraman fundament, bilmadim. Mana shu texnikni tugatib, keyin fundamentga o'taman. Kuniga bittadan dars chiqaryapman. Shuning uchun sabrli bo'linglar. Meni videolarimni, brifinglarni kuzatib borayotganlar o'zi fundamental bo'yicha yaxshi ma'lumotlarni olyapti, chunki men buni soddaroq qilib, yangiliklarda o'qilgandan ko'ra ancha sifatliroq qilib yetkazib berishga harakat qilaman. Shuning uchun menimcha sizlarda anchagina bilim o'sgan. Barchaga rahmat o'rtoqlar. Sizlar bilan yana menimcha bugun shu darslikda ko'rishamiz. Undan keyin ertaga brifingda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.